Salom, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga shunday bir ma'lumot bilan chiqishga qaror qildimki, bu har biringizga, har bir oilaga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu shunchaki yangilik emas, bu sizning hayotingizni, moliyaviy ahvolingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan imkoniyat haqidagi xabar. Ayniqsa hozirgi iqtisodiy qiyinchiliklar fonida bu ma'lumotning qadri beqiyos. Ishoning, hozir aytadiganlarim nafaqat dolzarb, balki hayotiy muhim. Shuning uchun iltimos diqqatingizni jamlang, videoni oxirigacha ko'ring va hoziroq kanalimga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya. Muammoning mohiyati va o'zgarishlar aziz do'stlar. Avvallari xalqaro tashkilotlar va hamkorlardan keladigan yordam yoki moliyaviy resurslar haqida gap ketganda, ko'pchilik uchun bu mavhum tushuncha edi. Kim oladi? Qanday qilib olishadi? Oddiy odamga bundan nima naf? Kabi savollar javobsiz qolar edi. Ko'pincha bunday mablag'lar yirik davlat loyihalariga, infratuzilma obyektlariga yo'naltirilardi. Oddiy fuqaroning bevosita foydalanishi uchun esa juda kam imkoniyatlar yaratilardi. Axborot yetishmasligi, byurokratik to'siqlar, shaffoflikning pastligi tufayli ko'pchilik bunday dasturlardan bexabar qolib, o'z imkoniyatlarini boy berardi. Masalan, qishloqdagi fermer xo'jaliklari, kichik tadbirkorlar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun xalqaro moliyaviy ko'makka murojaat qilish deyarli imkonsiz edi. Buni amalga oshirish uchun murakkab hujjatlar to'plash, turli idoralar eshigini qoqish va ko'p vaqt yo'qotish kerak bo'lar edi. Bu jarayon shunchalik chigal ediki, ko'pchilik hatto urinib ham ko'rmasdi. Ammo so'nggi yillarda vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, xalqaro hamkorlikni kengaytirish siyosati tufayli xalqaro tashkilotlar va rivojlangan davlatlarning moliyaviy ko'magi endi nafaqat yirik loyihalarga, balki bevosita aholi qatlami va kichik biznesni qo'llab-quvvatlashga ham yo'naltirilmoqda. Eng muhimi, bu jarayonlar ancha shaffoflashdi va oddiy fuqarolar uchun tushunarli hamda osonlashdi. Endi gap shunchaki bir g'ob bug'doy yoki bitta traktor haqida ketmayapti. Balki bu minglab insonlarning o'z biznesini boshlashiga, oilaviy daromadini oshirishiga, farzandlariga yaxshi ta'lim berishiga va umuman turmush darajasini yaxshilashiga imkon beradigan katta moliyaviy oqimlar haqida. Xalqaro hamkorlar endi bizning davlatimizga shunchaki yordam berish emas, balki shariklik asosida uzoq muddatli rivojlanishga sarmoya kiritishga tayyor. Va bu sarmoyalardan eng avvalo siz oddiy fuqarolar bahramand bo'lishingiz kerak. Batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak va kimga kerak emas, keling. Endi bu solid payment, ya'ni salmoqli to'lov deganda nimani tushunish kerakligini batafsil tahlil qilaylik. Men yuqorida aytganimdek, bu bir kun kelib har bir fuqaroga bank kartasiga tushadigan yagona pul miqdori emas. Bu xalqaro tashkilotlar va davlatlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan, aholining turli qatlamlariga qaratilgan moliyaviy ko'mak va imkoniyatlar majmuasidir. Bu imkoniyatlar bir necha yo'nalishda namoyon bo'ladi. 1. Kichik va o'rta biznes uchun grantlar va imtiyozli kreditlar. Bu eng keng tarqalgan va samarali yo'nalishlardan biridir. Ko'plab xalqaro moliyaviy institutlar, masalan, Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, YTTB, Osiyo taraqqiyot banki, OTB va boshqa rivojlanish agentliklari JIJA O'zbekistonda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash uchun katta mablag'lar ajratadi. Bu mablag'lar mahalliy banklar orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri biznesni rivojlantirish markazlari orqali taqdim etiladi. Misol bir, Farg'ona viloyatidan Gulnora ismli tadbirkor ayolni olaylik. U tikuvchilik sexi ochishni niyat qilgan, ammo yetarli mablag'i yo'q edi. U mahalliy tadbirkorlikka ko'maklashish markaziga murojaat qildi. Markaz esa Yevropa ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan va mahalliy bank bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash dasturi haqida ma'lumot berdi. Gulnora o'z biznes rejasini taqdim etib, o'qish kurslarida ishtirok etdi va natijada 50 million so'm miqdorida foizsiz grantga ega bo'ldi. Bu mablag'ga u 3 ta zamonaviy tikuv mashinasi sotib olib, 10 ta ayolni ish bilan ta'minladi va o'z daromadining barqaror manbaiga ega bo'ldi. Bu yerda xalqaro hamkor Yevropa ittifoqi va dasturini amalga oshiruvchi bank va markazning roli beqiyos. Bu bevosita to'lov bo'lmasa ham Gulnora uchun juda salmoqli moliyaviy imkoniyat bo'ldi. Misol 2. Qashqadaryo viloyatidagi yosh fermer Alisherga e'tibor qarataylik. U tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatib, paxta yetishtirish samaradorligini oshirmoqchi edi. Ammo buning uchun
1 million so'mlik dastlabki sarmoyaga ehtiyoji bor edi. Mahalliy tijorat bankiga murojaat qilganida unga OTB tomonidan moliyalashtirilayotgan qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish dasturi doirasida yillik e'tiborli stavka bilan 5 yil muddatga imtiyozli kredit taklif qilindi. Odatda bunday kreditlarning foiz stavkalari ancha yuqori bo'ladi. Alisher bu imkoniyatdan foydalanib o'z ishini kengaytirdi. Suvni tejadi va hosildorlikni ilmiy balansiga oshirdi. Bu esa uning sof foydasini yildan yilga sezilarli darajada oshirmoqda. Bu ham xalqaro hamkorlikning natijasi. 2. Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash dasturlari. Xalqaro tashkilotlar ko'pincha davlatning ijtimoiy dasturlarini kuchaytirishga va moliyalashtirishga yordam beradi. Bu bevosita ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar miqdorini oshirish yoki yangi ijtimoiy xizmatlarni joriy etish orqali amalga oshirilishi mumkin. Jahon banki va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bolalar fondi UNICEF ko'p ko'magida O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarni, ayniqsa ko'p bolali oilalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yangi dastur joriy etildi. Bu dastur doirasida ilgari oilaviy nafaqa olib kelgan ayrim oilalarga har oyda beriladigan nafaqa miqdori 20 putinga oshirildi. Masalan, 4 farzandi bo'lgan va ilgari 1000 so'm nafaqa olgan onaning daromadi endi 800 so'mga ko'tarildi. Bu biringartilik 1000 so'm. Ayniqsa qishloq sharoitida oilaning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yoki farzandlarning maktab xarajatlarini qoplashda juda muhim. Bu to'g'ridan-to'g'ri solid payment bo'lib, xalqaro hamkorlikning bevosita natijasidir. O'chi xorijda ishlash va pul o'tkazmalarini yuborish imkoniyatlarining yaxshilanishi. Hukumatimizning Turkiya, Janubiy Koreya, Rossiya Federatsiyasi va boshqa davlatlar bilan imzolagan shartnomalari tufayli fuqarolarimiz uchun xorijda qonuniy ishlash imkoniyatlari kengaymoqda. Bu nafaqat ishchilarga yuqori maosh olish imkonini beradi, balki ularning huquqlarini himoya qilishni ham ta'minlaydi. Bundan tashqari pul o'tkazmalari tizimlari ham soddalashib, komissiya to'lovlari kamaymoqda. Misol Namangan viloyatidan Sardor ismli yigit Janubiy Koreyada mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlarida ishlash uchun hukumatlararo dastur orqali borishga muvaffaq bo'ldi. Ilgari bunday imkoniyatlar juda cheklangan edi va ko'plab fuqarolar norasmiy yo'llar bilan ketib ekspluatatsiyaga uchrashardi. Yangi shartnomalar tufayli Sardorga Janubiy Koreyada qonuniy ish, sug'urta va o'rtacha 1500 miqdorida oylik maosh kafolatlandi. Bu o'z navbatida uning oilasiga har oyda $20 ortiq pul jo'natish imkonini berdi. Avvalgi norasmiy sxemalarga qaraganda bu pul ancha tez va arzon yetib kelmoqda. Bu ham oilaning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi va xalqaro hamkorlikning amaliy samarasidir. Kim xavotir olishi kerak? Aslida hech kim. Bu imkoniyatlar hammaga tegishli. Faqatgina ular uchun kurashish va ulardan foydalanishni bilish kerak. Kimga kerak emas? Kimki o'zining bugungi moliyaviy ahvolidan mamnun bo'lsa, hech qanday o'zgarishni istamasa, yangi imkoniyatlarni o'rganishga qiziqmasa, bunga ehtiyoj sezmasligi mumkin. Lekin men bilaman, bugungi kunda aksariyat insonlar o'z hayotini yaxshilashga intiladi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar albatta har qanday moliyaviy dasturda bo'lgani kabi, bu yerda ham o'zga xos istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar va yashirin tuzoqlar mavjud. Hamma uchun degan ibora doim ham hamma uchun bevosita pul berilishini anglatmaydi. Bu ko'proq hamma uchun imkoniyat degan ma'noni beradi. Ya'ni kimki talablarga javob bersa, harakat qilsa, o'zgarishga intilsa, u bu imkoniyatlardan foydalana oladi. To'g'ridan to'g'ri pul emas, balki resurs yoki imkoniyat. Yuqorida aytib o'tganimdek, ko'pincha bu to'lov sof pul shaklida emas, balki imtiyozli kredit, grant o'quv kurslari, texnologik uskunalar yoki ishga joylashish imkoniyati shaklida bo'ladi. Masalan, siz tadbirkorlikni boshlash uchun 50 million so'mlik grant olganingizda bu pul sizga shunchaki naqd pul shaklida berilmaydi. Balki ko'pincha u sizning biznes rejangizdagi maqsadlarga, masalan, uskuna sotib olish, xomashyo olish yoki xodimlarga maosh to'lash uchun yo'naltiriladi. Mablag'larning maqsadi aniq belgilab qo'yiladi va bu mablag'larning sarflanishi nazorat qilinadi. Shuning uchun bu mablag'larni shaxsiy ehtiyojlar uchun ishlatib bo'lmasligini bilish muhim. Ikkay byurokratiya va hujjat ishlari garchi jarayonlar soddalashtirilgan bo'lsa-da, baribir qandaydir miqdorda byurokratiya va hujjat ishlari mavjud. Sizdan biznes reja, shaxsiy guvohnoma, bank rekvizitlari, daromadlar haqida ma'lumotlar kabi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, grant yoki imtiyozli kredit olish uchun
Sizning biznes rejangiz aniq, tushunarli va realistik bo'lishi kerak. Bu rejada qancha mablag' kerakligi, uni qanday sarflash rejalashtirilayotgani, qanday daromad kutilayotgani va qancha ish o'rni yaratilishi aniq ko'rsatilishi shart. Bu kabi talablarni bajarish biroz vaqt va mehnat talab qiladi. O'tu, firibgarlar va yolg'on takliflar. Har qanday moliyaviy imkoniyat paydo bo'lishi bilan afsuski, undan foydalanmoqchi bo'lgan firibgarlar ham ko'payadi. Xalqaro tashkilotlardan sizga shuncha pul ajratildi, faqat ma'lum bir komissiya to'lovini to'lang yoki pasport ma'lumotlaringizni yuboring, sizga xalqaro yordam beriladi kabi yolg'on takliflardan ehtiyot bo'lish kerak. Rasmiy dasturlar hech qachon sizdan avans, komissiya yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali so'ramaydi. Har doim rasmiy manbalar, hukumat veb-saytlari yoki ishonchli tashkilotlar orqali ma'lumotlarni tekshiring. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni notanish kishilarga bermang. 4. Moliyaviy savodxonlikning ahamiyati. Bu imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun ma'lum darajada moliyaviy savodxonlikka ega bo'lish zarur. Siz mablag'larni to'g'ri boshqarish, daromad va xarajatlarni hisoblash, qarz yoki kreditni o'z vaqtida qaytarish kabi asosiy bilimlarga ega bo'lishingiz kerak. Ko'plab grant dasturlari o'quv kurslari bilan birga taqdim etiladi. Bu esa aynan shu bilim va ko'nikmalarni oshirishga yordam beradi. Ammo sizning o'zingizning ham moliyaviy bilimingiz bo'lishi zarar qilmaydi. Masalan, siz kredit olganingizda foiz stavkalari, muddatlar, penya va jarimalar haqida tushunchaga ega bo'lishingiz, shartnomani diqqat bilan o'qib chiqishingiz shart. 5. Vaqtinchalik xarakter. Ba'zi dasturlar va loyihalar vaqtinchalik bo'lishi mumkin, ya'ni ma'lum bir muddatga mo'ljallangan bo'ladi. Shuning uchun imkoniyatlardan o'z vaqtida xabar topish va ulardan foydalanish juda muhim. Masalan, agar biror bir xalqaro fond kichik biznesni qo'llab-quvvatlash uchun 2 yilga dastur boshlagan bo'lsa, sizning bu dastur tugashidan bir oy oldin murojaat qilishingiz samarasiz bo'lishi mumkin. Shu sababli doim yangiliklarni kuzatib borish va faol bo'lish lozim. 6. Taqsimot geografiyasi. Ba'zi dasturlar ma'lum bir hududlarga, masalan, chekka qishloqlarga, iqtisodiy jihatdan qoloq rayonlarga qaratilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni Toshkent shahrida yashovchi fuqaro uchun mo'ljallanmagan dasturdan foydalana olmasligi tabiiy. Shuning uchun o'zingiz yashayotgan hudud uchun qanday dasturlar mavjudligini aniqlash muhim. Amaliy maslahatlar. Nimalar qilish kerak? Endi eng muhimiga o'tamiz. Bu imkoniyatlardan qanday foydalanish mumkin? Nimalar qilish kerak? Ayni qadamlar ketma-ketligini tushuntiraman. 1. Axborotni izlash va tekshirish. Birinchi va eng muhim qadam bu ma'lumotlarni topish. Rasmiy manbalarga murojaat qiling. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, Sanoat va savdo vazirligi /MIT-uz, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, https://ishlar agentligi, https://yoshlar.gov.uz, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligi kabi idoralarning rasmiy veb-saytlariga muntazam kelib turing. Bu vazirliklar ko'pincha xalqaro hamkorlar bilan birgalikda dasturlar amalga oshiradi va bu haqda o'z saytlarida e'lon beradi. Mahalliy hokimiyatlar va tashabbus markazlari. Har bir tuman va shaharda tadbirkorlikni rivojlantirish markazlari, kasb-hunarga o'qitish markazlari, fermer xo'jaliklariga ko'maklashish bo'limlari mavjud. Bu yerga borib qanday dasturlar borligi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Ular ko'pincha xalqaro loyihalarning mahalliy ijrochisi bo'ladi. Tijorat banklari, kichik biznes uchun imtiyozli kreditlar ko'pincha tijorat banklari orqali beriladi. O'zingizning bank filiali bilan bog'lanib, xalqaro tashkilotlar ko'magida amalga oshirilayotgan kredit dasturlari haqida so'rang. Masalan, Agrobank, Mikrokredit bank, Xalq bank kabi banklar bu sohada faol. Nodavlat notijorat tashkilotlari NNT. Ba'zi NNTlar ham xalqaro grantlar asosida turli loyihalarni amalga oshiradi. Masalan, ayollar tadbirkorligini, yoshlarning ichki tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalar, vazirliklar va agentliklarning Facebook, Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarini kuzatib boring. Yangi dasturlar va e'lonlar tezda shu yerda paydo bo'ladi. 2. Kerakli hujjatlarni to'plash. Siz murojaat qilayotgan dastur turiga qarab turli hujjatlar talab qilinishi mumkin. Umumiy ro'yxat quyidagicha bo'lishi mumkin. Shaxsiy pasport nusxasi, INN, soliq to'lovchining identifikatsiya raqami, biznes reja, agar tadbirkorlik yoki grant uchun bo'lsa,
Bu reja sizning g'oyangizni, kutilayotgan xarajatlar va daromadlarni, yaratiladigan ish o'rinlari sonini, bozor tahlilini aniq ko'rsatishi kerak. Agar biznes reja yozishni bilmasangiz, yuqorida aytilgan markazlarda yordam berishadi yoki maxsus kurslarga yozilishingiz mumkin. Daromadlar va oilaviy ahvol haqida ma'lumotnoma, ijtimoiy yordam dasturlari uchun. Kredit tarixi. Agar kredit so'rayotgan bo'lsangiz, kasb hunar sertifikatlari yoki diplomlar, ba'zi o'quv yoki ishga joylashish dasturlari uchun arza shakli, har bir dasturning o'ziga xos arza shakli bo'ladi. Uni to'ldirishingiz kerak. O'tish, maslahat olish va o'qish. Agar biror dastur sizga qiziq bo'lsa, uni amalga oshiruvchi tashkilotga bevosita murojaat qiling. Ularning mutaxassislari sizga barcha savollaringizga javob beradi. Hujjatlarni to'g'ri to'ldirishda yordam beradi. Ko'pgina dasturlar ishtirokchilarga biznes yuritish, moliyaviy rejalashtirish yoki boshqa kerakli ko'nikmalar bo'yicha bepul treninglar va o'quv kurslarini taklif qiladi. Bu kurslarda ishtirok etish nafaqat sizning imkoniyatlaringizni oshiradi, balki kelajakda biznesingizni samarali boshqarishga yordam beradi. Masalan, tadbirkorlik grantini olganda sizga odatda moliyaviy boshqaruv, marketing asoslari, kadrlar bilan ishlash kabi mavzularda 2-3 kunlik intensiv kurslar taklif etiladi. Bu kurslar oddiy bir loyiha ishtirokchisi uchun juda qimmatli bilim manbai hisoblanadi. To'g'ri yozish va murojaat qilish. Ariza yoki biznes rejani tayyorlashda aniqlik va batafsillikka e'tibor bering. Nega aynan siz bu yordamga loyiqsiz? Bu mablag'larni qanday ishlatmoqchisiz va bu qanday natija berishi mumkinligini aniq va tushunarli tilda bayon qiling. Agar qandaydir savolingiz bo'lsa, tortinmay mutaxassislardan so'rang. Xatolardan qochish uchun doimo 2 marta tekshiring. 5 sabrli bo'ling. Hujjat topshirishdan tortib natijaga erishguncha ma'lum vaqt o'tishi mumkin. Jarayon tezlik bilan kechmasligi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'ling va murojaatingiz holatini kuzatib boring. Ba'zi dasturlarda arizalarni ko'rib chiqish 1 oydan 3 oygacha vaqt olishi mumkin. Shuning uchun bunga tayyor turish kerak. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek faqatgina hozir xalqaro hamkorlardan har bir kishiga salmoqli to'lov sarlavhasi ostida yotgan asosiy ma'no bu bevosita barcha uchun bir marta beriladigan pul emas, balki xalqaro hamkorlarimiz ko'magida yaratilgan keng ko'lamli iqtisodiy imkoniyatlar va moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlaridir. Bu imkoniyatlardan foydalanish uchun esa faqatgina bir narsa kerak: harakat qilish, ma'lumot izlash, o'z bilimlaringizni oshirish va sabrli bo'lish. Bugungi kunda mamlakatimizda yuz berayotgan o'zgarishlar tufayli bu imkoniyatlar har qachongidan ham ochiq va shaffof. Hech qachon o'z g'oyalaringizni amalga oshirish yoki turmush darajangizni yaxshilash uchun bunday qulay sharoit bo'lmagan. Shuning uchun uyda o'tirmang, bugundan boshlab harakat qiling. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun iltimos, ushbu video ostida o'z fikr mulohazalaringizni, savollaringizni qoldiring. Agar siz ham shunday dasturlardan foydalangan bo'lsangiz, o'z tajribangiz bilan o'rtoqlashing. Bu boshqalarga ilhom berishi mumkin. Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Ular ham bu imkoniyatlardan bexabar qolishmasin. Va albatta, kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Keyingi foydali videolarimizda ko'rishguncha o'zingizni asrang.